2009 deysiz, ha? 2009 1.6mi? 1.6 dolar. Qayerda kraskasi? Kraska qilingan aka. Asfalt bo'lgan, ha? Old orqasi but-butunmi? Kraska butun aka. Nima ishi bor mashina? Mashina ishi yo'q. Yurgani qancha? Yurgani 5 kuruk turibdi o'zini. 5 kurga aylangan, ha? Old orqasi butunligiga javob berasiz, xudo xolasa. Necha pul so'rayapsiz? So'ra oladi. 4000 so'rayapmiz endi aka. Ya, 4000 ga endi mashinangiz yaxshi ekan. Luklardan sovutmaydimi? Yo'q, sal-pal o'tadi lekin aka. Uni qilib yuborish kerak, ha? Germi, ha. Balonlar yangi 1.6. 3000 ga bitami, aka? Qo'yaylik sotilib bitsa. Necha pul qo'shay? Aka, balonlar yangidan hali aka, mashinaning ishi yo'q menga. Necha pul qo'shay, aka? Masalan, 3.5 ga qo'yamizmi? 3.5. Necha pul qo'shay unga? Qo'lda oling. Necha pul, aka? Bo'ladi ekanini ayting. Endi sotaman deb keldingiz, narx ayting. Shunda kanalga qo'yaylik sotilib bitsa. 3700 bo'ladimi? Yo'q, 3600 ga qo'yamizmi? Bo'ladi. Nomer ayting. 90 826 72 72 90 826 272, ha? 72. Mashinani mana oldilaringda savdoni qildik. Mashina haqiqatan yaxshi ekan. Bunaqa shansdan o'tkazib olmaslik uchun MBM Bazar profiliga o'tib, bitta like, podpiska bosib qo'yinglar.